Abdulaziz aka, nimaga yil boshida rekord darajada o'sib ketgan oltin narxi yana tushishni boshladi? Bilasizmi, bu juda ham qiziq savol. Bu mavzu to'g'ridan-to'g'ri o'zimizni iqtisodiyotimizga bog'liq bo'lganligi sababidan shu haqida bitta tahliliy maqola tayyorlab turgan edim. O'zi aslida buni moliyaviy tahlilchilar boshqa tarafdan ko'rishga harakat qilishyapti. Ular buni ko'proq Amerikadagi Federal Reserve o'zini qayta moliyalash stavkasini o'tgan yil 3,5% da qoldirilganligi bilan, Amerikadagi aktivlar o'zini jozibadorligini saqlab qolganligi bilan tahlil qilishga, tushuntirishga harakat qilishyapti, lekin biz buni boshqa tarafdan ko'rib chiqishga harakat qilamiz. O'tgan 2025-yil davomida AQShda hukumat va Federal Reserve o'rtasidagi ziddiyat, shuningdek Xitoyga nisbatan e'lon qilingan savdo urushlari fonida investorlar Amerika aktivlariga, xususan dollarga nisbatan ishonchsizlik bilan qaray boshladilar. Buning oqibatida esa oltin narxlari 1 troya unsiyasi uchun $5400 ga qadar ko'tarildi. Lekin Yaqin Sharqdagi harbiy operatsiyalar boshlanishi bilan global bozor negadir oltindan yuz o'girib, yana dollar sotib olishga kirishib ketdi. Natijada oltin narxi mart oyi o'rtalaridan beri pastlashda, dollar kursi esa aksincha mustahkamlanishda davom etmoqda. Aslida urush va dunyo bozorlaridagi nostabillik aynan oltinni xavfsiz sarmoya sifatida qabul qilinishiga, uning qadrini oshirishga xizmat qilishi kerak edi. Lekin hozirda buning aksini kuzatmoqdamiz. Bozor vaziyatga nima uchun bunaqangi reaksiya bildirayotganini tushunish uchun biz ikki turli munosabatlarni anglashimiz zarur. Bular risk va xavf holatlari. Valyuta qadrsizlangan, iqtisod o'sishdan to'xtagan vaqtda investorlar riskni to'g'ri taqsimlash maqsadida mablag'larini nisbatan xavfsiz bo'lgan oltin jamg'arishga sarflashadi. Buni biz o'sha 2025-yil davomida kuzatdik. Bozor ishtirokchilari qog'ozdan ko'ra real qiymatli qimmatbaho metallarni saqlashni afzal ko'rishdi. Chunki oltin uzoq muddatli davrda inflyatsiyaga ancha chidamli bo'ladi. Aksincha, geosiyosiy inqiroz, urush va ta'minot zanjiri buzilgan vaqtda bozorlarda xavf yuzaga keladi. Xavf esa butunlay boshqacha. Unda jon saqlab qolish, mudofaani ta'minlash asosiy maqsadga aylanadi. Vaziyat riskdan xavfga o'zgarganda eng likvid tovar bo'lganligidan oltin dastlabki ehtiyojlarni qondirishga, muammolarni bartaraf etishga sarflanadi. Bugungi bozordagi tartibsizlik, xavf holati esa dunyoda neft taqchilligi ortidan yuzaga keldi. Erondagi yonilg'i konlariga berilayotgan aviazarbalar, Hormuz bo'g'ozining butunlay yopilishi yoqilg'i ta'minotiga jiddiy zarar yetkazdi va dunyo davlatlari endilikda neftni boshqa ta'minotchilardan, jumladan eng yirik ishlab chiqaruvchilardan biri bo'lmish Amerikadan sotib olishga majbur bo'lishmoqda. Uning ustiga neft savdosi asosan AQSh dollarida amalga oshirilishini inobatga olsak, yoqilg'i xarid qilish uchun hammaga dollar kerak. Dollar xaridi uchun esa oltinni sotishga to'g'ri keladi. Bo'lib ham neft importiga qaram mamlakatlar uchun hozir resurs puldan, sarmoyadan ko'ra muhim va bu juda tez amalga oshirilishi shart. Chunki urush yana qancha davom etishi, energetik inqiroz qachon bartaraf etilishi hozircha noma'lum. Keling endi ushbu holat o'zimizda O'zbekistonda qanday ta'sir ko'rsatayotgani haqida qisqacha gaplashsak. Jahon bozorida neft narxlari qimmatlashishi borgan sari yoqilg'i qaramligi tomon ketayotgan respublikamiz uchun yaxshigina ta'sir ko'rsatishi turgan gap. O'zbekistonda neft qazib olish va uni qayta ishlab chiqarish quvvatlari mavjud bo'lsa-da, 2026-yilning dastlabki 2 oyida benzinga bo'lgan ichki ehtiyojning qariyb teng yarmi import hisobiga qondirilgan. Xususan, kuni kecha hukumat rahbari neft import narxlari ko'tarilishi oqibatida nafaqat transport logistika tannarxida, shuningdek polietilen va polipropilen narxlarida o'sish kuzatilayotganini ta'kidlab, o'z xavotirlarini bildirgan. Ikkinchi jihati, shuningdek, o'tgan moliya yilida oltin narxlari oshishidan byudjet xarajatlarini qoplashga erishgan hukumat endi qanday yo'l tutishi barchamizga qiziq. Chunki 2025-yilda qariyb 10 milliard AQSh dollar qiymatdagi oltin sotgan O'zbekiston Markaziy banki mana qariyb 6 yildirki qimmatbaho metalni sotishni to'xtatgan. Bu davr mobaynida esa hukumat o'z oltin valyuta zaxiralari hajmini 75 milliard dollarga yetkazib oldi. Xo'sh, nima deb o'ylaysiz? Hukumatimiz oltin sotish orqali neft qaramligidan qutulishga urinadimi yoki boshqa alternativ variantlarni ko'rib chiqadimi?
O'z fikr va mulohazalaringizni izohlarda yozib qoldiring. Kelgusida bundan qiziqarli iqtisodiy tahlillarni kuzatishni xohlasangiz, kanalimizga obuna bo'lib qo'yishni unutmang.